Agar siz ham Sezar salatini faqat mayonez bilan aralashtirib qo'yayotgan bo'lsangiz, juda ham katta xato qilyapsiz. Men sizga hozir Sezar salatini tayyorlanishi va souslar bilan birga o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib toster nonlarimizni shunaqa kubik shaklida to'rab, ustiga tuz va ziravorlardan solib qizartirib olamiz va tovuq filelarimizni ham pishirishga yuboramiz. Endi esa sousiga o'tamiz. Mayonez, yarimta limon so'ki, tovuq qaynatilgan suv, miyata va murchdan solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Xohishga ko'ra cho'rqa qilingan chesnok ham qo'shsangiz bo'ladi. Barcha masalliqlarimizni to'g'rab tayyor qilib, salatni xohishga ko'ra shunaqa qolipda yoki birin-ketdan tersangiz ham bo'ladi. Tovuq filelarimizni solib, sousimizdan quyib, iceberg karomlarini solib, ustidan yana sous quyib, ozgina tuz bilan zapravka qilib olamiz. Ketidan pomidor va qaynatilgan tuxumlarni solib, uni ham ustidan ozgina tuz sepib, souslarni quyib, qizartirib olgan toster nonlarimizni eng ustki qavatga qo'yamiz, chunki bukib qolishi mumkin. Ustiga qolgan ozgina souslarimizdan quyib, xohishga ko'ra ko'pgina sirlar bilan bezatib olamiz va 10-15 daqiqadan keyin bemalol chiroyli qilib stolga tortishimiz mumkin. Endi siz ham salatingiz mazasi xuddi restoranlarnikidek chiqadi.